полторы sekunde. Avval kromkalar olamida bestseller. O'zimizning NK 700 modeli stendga olib chiqqanmiz. Bu avval kromka haqida biladiganlar bildi, bilmaganlar uchun yana bir bor ma'lumot beraman. Eng ko'p sotilayotgan avval kromkalar shu model bo'ladi. Sababi 3 ta. Birinchi sabab. Birinchidan avtomatik tarzda o'zi aylantirib, standart detallarni o'zi aylantirib kromkalar beradi. Kleyi va nasi maxsus tepada joylashgan. Pur kleyda ham yopishtirsa bo'ladi. Birinchi asosiy og'riqlarni yechimini beradigan narsasi bu hozir bu yerda o'chirilgan turibdi. Mana bu yerda lazerli pritseli bor. Mana shu datchik orqali bu kromka uskunasi stikini avval kromka detallaringizni o'sha kromkalaganingizdan keyin eng katta muammongiz stikka aniq kelishini ta'minlab beradi. Ko'pchilikda usmuz tushadi, lezviyada kesasiz. U qog'oz emas, oddiy kromka, qattiq narsa. Keshuv kesilib qoladi yoki stik yetmay qoladi, ko'chirib boshqacha yopishtirishga atxot vaqt oladi. Shu narsadan xalos bo'lasiz. Ikkinchi og'riqli narsani yechimi bu frezalash. Mana kromkalarda bitta operator birdaniga frezaladi. Alohida bitta xodim kelib turib, uni frezalab o'tirmaydi. Ruchnoy frezadan olib, tepasini frezalab o'girib, pastini frezalashga vaqt ketmaydi. Bitta operator kromkalada frezaladi. Frezalaganda ham shu ikkala tomonni bitta qiladi. Maxsus pedallar qo'yilgan bu yerda, bosganda orasi ochilib, frezalab tayyor detal chiqadi. Va uchinchi yutug'ingiz oddiy avval kromkalarda kromkalaganda frezama u yoqda tursa, kromkalaganda detalni ushlab turish kerak, yo'naltirish kerak. Bunda bizga maxsus qo'l, mana yelka yordam beradi. 200 kilogacha baquvvat ko'tarilgan konstruksiya turibdi va ikki xil formatdagi tarelka. Birinchi mana vakuumimiz katta lagan deylik va mana kichkina laganda ham joylashsa bo'ladi. Kichkina detallarga kichkina lagan, katta detallarga katta lagan joylashtirsangiz bo'ladi. Va bu pedal bosish orqali vakuum qilib detallar tortib, qattiq ushlab turadi, qimillab ketmaydi. Bemalol kromkalaysiz, olib kelib turib bemalol frezalaysiz. Xullas, avval bo'yicha muammolarga javob KN 700. Murojaat qilaverasizlar.